Biz mushu Abdet Ustam bilan uzoqlarda kurashmaganlar. Mana taqini biz 2 yil bo'ldimi tanishgani? 2 yil bo'ldi tanishgani. Hozirgacha men tanishgan vaqtimda bir 2 tal shogird bordi. Hozir 30-40 tal shogird bo'lib ishlar yaxshi bo'lib ketib beribdi. Night xo'sh bo'ldim, xursand bo'ldim. To'rlarni ko'rib turibman. Qadi sho'chi keldi. Mushloqiyli keldi. Kap night yaxshi qo'lladi. Bu elimizning o'zi no'cho qachqa. Ashlar kap qo'llab, padishib, zotan tortib, tashviq qilishib desappa. Bunimiz nachar bo'lsa balki michkin tanlash bo'g'iydi. Xo'shlab qoldim-ku menmi? Shunchalik bir taraqqiyotni hamma nay-naydan kelgan shogirdlarga o'gitib, masalan bu har qanday odamning ehtiyojliqchi bunga. Masalan, men mashinamni 2 mashina akadim hozir, morchapligini. Ishchida bir subat ha. 3 tal bo'lib ketdi. Shunga mushunda mayli, buni yangisi bor do'stlar bo'lsin. Mushunda morchaplaydigan, ishchininki xurum tikadigan butun ishban. Shunda ehtiyoj bor do'stlar olib qolsa, bevosita Ustam bilan aloqalashsangiz bo'ldi, aloqalash numarini deb bersa. 176 90 800 700 shu nomerga aloqalasa bo'ldi. Har vaqt aloqalashsanglar mana mush yangi bo'lgan texnikum ustamlar, yangi taraqqiyotlar mush morchaplaydiganmi? Hamda haqiqiy ustam bo'lmasa, bu to'g'ri. Ketganni qo'mirlab ketgan ekan-ku. Shunga shunda ehtiyojinglar bo'lsa har vaqt aloqalashib kelsangiz bo'ldi ekan. Biz bu mishar qig'izyapmiz. Kap qig'izib beqinglar. Ba'zimi qimmat emas. Buni o'rganganligim shu. Ehtiyoj bor do'stlar, har vaqt aloqalashsangiz bo'ldi, abaydab bergan nomer bilan. Mana shundaq do'stlar, morchaplash texnikalarini o'rganmoqchi bo'lgan va yoki avtomobillarniki mashina ichini neshik ejvan qilish ichini o'zgartirish texnikalarini o'rganmoqchi bo'lgan do'stlar, har vaqt aloqalashsanglar bo'ldi. Rahmat.